Saida Zunnunovaning yolg'izlik hikoyasi ancha avval yozilgan bo'lsa-da, hozirda yoshlarimiz orasida ko'plab uchraydi. Ya'ni bu voqealar jarayoni talabalarimizga xos usulda yozilgan. Bunda Iqbolxon aspiranturada o'qib yurgan vaqtida o'zining kursdoshi bo'lgan Yo'ldosh Ali bilan turmush quradi. U turmush qurgandan keyin bir yil vaqt o'tib To'lqinjon tug'iladi. O'sha vaqtda Iqbolxonning turmush o'rtog'i Yo'ldosh Ali o'zining doktorlik dissertatsiyasini himoya qilayotgan bo'ladi. Iqbolxonning doktorlik dissertatsiyasi esa o'sha yarmiga kelib qolgan bo'ladi, lekin o'sha holicha qolib ketadi, chunki u uy yumushlari bilan o'zining o'g'li To'lqinjon bilan ovora bo'lib qoladi. U turmush o'rtog'iga ham havas, ham hasad bilan qaray boshlaydi. To'lqinjon 1 yoshga to'lganidan keyin uni bog'chaga beradi. O'sha bog'chaga bergan bo'lsa ham, lekin uy yumushlaridan ortib o'zining ilmiy ishini yoqlay olmaydi. Keyin u turmush o'rtog'iga ajrashish taklifini beradi, chunki u oilani yoki ilmiy ishini ikkalasidan birini tanlash kerakligini his qiladi. U ajrashish taklifini berganda Yo'ldosh Ali buni rad etadi. Unga qancha tushuntirsa ham Iqbolxon buni tushunmaydi va ular ajrashishadi. Bu hikoya talaba qizlarimizga juda kerakli hikoya deb o'ylayman, chunki hozirgi talaba yoshlarimiz o'zlarining o'qishlari, ilmiy ishlari sababli oila yumushlariga va farzandlariga ortiqcha vaqt ajratolmay, o'zlarining oilasiga mehr berolmaydi. Bir tomonlama yuksalishni xohlaydi. Iqbolxon ham yuksaldi, o'zining baxtini topdi, lekin oilasiga ham mehr berganida, farzandiga, turmush o'rtog'iga mehr berganida u mukammal baxt topgan bo'lar edi.